Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz Paxtazor mahalla Lolazor ko'chasidagi uyda obzorini ko'ramiz, hovlini. Marhamat. Kirib kelish hovlimiz. Vaqtda uylari qurilgan eski hovli joylari. Oshxonasi bor. Ikkita xonasi. Gaz o'tgan. Ikkinchi xonamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 4000 ta blok bor. Hamma narsalari bor. Bu yerda tagi tashlangan hovli. Keyin buni eski mana bu joy bo'lib, buni buzib, 4000 ta blokni bemalol qilib ishlatib qursalaringiz bo'ladi. Mana materiallar olib kelingan, bu xonadonlar uylarni buzib, shuni ishlatish uchun olib kelingan. Keyingi uylarni ko'ramiz. Keyingi xonalarni ko'ramiz. Mana birinchi xona. Ikkinchi xonamiz. Mana bu material, mana bloklar bor. Mana bu eski joyni buzib, bemalol qurish uchun mo'ljallangan. Mana bu qum, sheben shu xonadonimizga tegishli. Bu manzilimizni tushuntirib o'tamiz. Manzilimiz poyezd yo'lidan o'tgandan keyin chapdan birinchi ko'cha, gideta 700 metr ichkariga olib qo'yilgan. Bu narx ichida. Buni uyimiz narxi 330 million deyishyapti. Bizning obunachilarga kelishtirib berishadi. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz.